Mana bu joyda ham gabion setkadan foydalangan holatda bir dizayn ishlangan, shuni ham bir ko'rsatib o'tmoqchiman. Aynan shu kabi holatda biz ham bitirib berishimiz mumkin. Ya'ni xudxud setkada gabion setkalar mavjud hamda toshlarini ham buni olib toshlari bilan birgalikda, ya'ni 0 dan boshlab to bitkinga qadar mana shunaqa dizaynlarni qilib berishimiz mumkin. Bu joyda mana 5 ga 5 gabion setkadan foydalanilgan hamda toshlar. Chiroyli bir suratda, ajoyib bir holatda bo'lgan. Mana bu joyda mana bu yo'lni chetidan boshlab mana shu holatda kichkinasi va balandrog'i va yuqoriga ham qilingan. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, marhamat qilib xudxud setkaga murojaat qiling. Chiroyli qilib bitirib berishga harakat qilamiz. Raqamlarimiz ekranlarda.